Qashqarlik bag'chisini oldirin hech qanday o'tnab bir şey yo'q, ijara olib osingizda bo'ldi oshxona birga kelib qoldim. Bugun biz Qashqar shahrimiz ko'n oshpaz bo'lsangiz bilasizlar, burunqi Abdurashid Qassobning oshxonasidan o'rinli oshxonamiz ishlab qoldi. 280 kvadrat metr oshxona, har yilimiz 7 yildan qo'ysak, bu yo'navillini oshpazni qo'yib pasaklam edim deb bo'lamay. Ki 7 oshxona qilib edim chiqib bo'lamay shay xodimlar. Zirkib oshxona chiqardim tashlab chiqib ketdi oshxonadan. Shunga ham oshxona ajralib bo'lib qolsanglar, ijarasini to'lamasanlar, ishib zafitin jozbanda olurma ba yarasanglar. Yaqzalma aliroq ajoyib qilib ochdim deb qolsanglar zaten. Mushu jangsho qilib assanglar bo'ldi oshxona. Mana men qilgan bo'lsanglar, mana shu atroflam 5-6 ming tijoratchilar bormish atroflam. Lekin mana millicha yemek-ichmekdan atrofda birisi yo'q. Mayzga demishan oldi, ko'rgan oldi borsiz, mayzga qilib qolsangiz, yana bir şey pochtaxonada qolsak, tomoq yo'q atrofini mana bu. Mana ko'rsang bo'ldi, mana xalq baxtisi. Mana bu dukkan bo'lib qolsa, mana bu dukkan shu. İstil Gızar degan dükkan shu dükkanın işini görüyoruz qalgan deb salatni dükkanın işi deb preymen. Mana gördüңlar mana dükkanın içine qo'ygan tutqun tutqayatdan tashlab mangan gap mana dükkanni. Mana ayni vaqtda mishni endi shu ma jozirdan qarasam shu burun vaqtda gangoxandek mana shu ishlatgan yakan ma bu. Hozir qaysam mana shaharning markaziga kelib ma jozbanda bo'lsa maskamegandek bir avalli bo'libdi. Agarda lekin shu dükkanni boshqa ish qilsa jozbandani o'zgartirib tamdir qayta o'zgartirish qilib qo'ysanglar, buni men aytib qo'ysam, agar ayrim yoz o'qisanglar bo'lgan, kaz o'qisanglar bo'lgan Məqs ayrımxana VIP xiridan başlayaq qılvasanım oldu ki. Məyə qaysanım bu fişəlik düzmək kiçik aşxana şerib qalmaqla 280 kvadrat metr kildə. Xotanlım Rüspampan kildə var dükkanın ki. Mana. Mən dirib qoyğan bolsanlar aşxanamızdan şel şəraiti qalamızdan dik şəkildə mana məva. Qashqar şəhərimizdə bunda dükkanlar 2 kilo deməz köpçülük. Toxtama jireklərini besib qoysanlar, muş yemək içmək qıldım, aşxana açdım deyğanlığa dəhşət paydam digidəm ki. Rigiz zinin digib qalmaydı. Bunda aşxana orunu üzüşət qalıb qalsanlar, özünün əlaqənin ətrafını urtub qalma bəlkə siz deməydim artıq gücləyirdim deb. Çoxum bizga deydi, bizdən siz xəbər etib qalsam şunda. Bəzən dükkanını ötkəzgəndən keyin xərida çıxqan yağı, film çıxarğan yağı, bir sejraftga urtqına, yəni bizə, yəni bir urtqına olub qalıb indi çıxıb qaldı, bək çıxmında işlə. Nemiş qayıtsanlar bu urtqanı bir kim deməyəndə ki, buna to'g'ri, uni urtqanlıq ras. Lekin bəzi xilda biz doyuq çıxan keyin bizdən görüb kildi bu xərida bəgi. Kəlgən yağı o palançının aşxanası emasmi ma bu? O'zimiz ham kelishimiz deb sizlar bevas deyishdi. Ha vallahi ko'pincha menda avval 100 bir o'tida. Mana dükkanning sharoitida 280 pompan kildi. 180 pompanmış aşxana ishchi mana sharoitda. Uni degani buna xotan raqasam xotan bir qalin qo'ygan chirib ko'rgandan foydasi yo'q. Abayat muyda resimni ko'rib bo'ladi. Dükkanning ichida gaz, tok, suv, shajdo esaldiran hammasi to'liq mana tishib chiqib to'liq ko'rsataman yana. Mana dükkanda ayni vaqtda o'tnab bir shaqqa xiliflik bermagan dükkan ma bu. Nima uchun? Vaqtlar muqim ochgan niyati olib uchun. Hozir nima 7 mezgil taqishib qoldi. Bu dükkanni bir kun turib qolib qolsa, kunlik panchpil jarmonga urinma bu. Haqiqat o'tnab bir shaqqa darhol olaman, o'tnab bir shaqqa olaman desak, bu dükkan to'sildi, unga fangdingizlar. Shunga darholmish jozmendan ya yo'qot echkat bo'lmasa boshqani o'zim ijara qilmas, qanday qislarga ashfa. Mana men qalagan bo'lsam, to'xtab ketgan mashinama yidingosini bilsa Qashqarga. Eng adamcıq, eng merkezlik joylashgan o'rinni bilsa mana bu. Endi o'rin bunini no'chonmas, lekin yemek-ichmak qilsanlar bir marqabat ololmaydi ki atrofda. Bu gengoxona, xogoxona, uşaqşaqmış qo'rim taamlarga g'azab maskelgan bo'lsa, mifan to'sa mifan degandek bizim chiqirgan bo'lib qolsanlar yaga. Dehshat bozor bo'lib qo'ygan yakin. Mabaqini qaysan nurg'un, ultra qayn nurg'un shirkatlar va mana ichida. Darvozchilar ayınmış darvoza va ona gelmiş her bir dükkanada iş güçten işler qaydimlar. Bundan töbüdüm nurg'un shirkatlarmış atrofda mesela Jungo Bank isteymiz. Aldı gelip 5 malım edem bakmış atrofda ticaretçi işler qilib edemden. Qağını sırtdan vermeni kep turgan adamlar men shiping algan jarayonida 3 dirham kelib ishga tushib qoldi. Tomoq chiqamdi, tomoq chiqmaydi hozir. Men chiqim dükkandan men gap qilaman endi. Unda olib qolsam dükkan ochiqsa olib qolsam men buni deb beritaman. Bevosita igisi bilan to'lab bir koy o'tnab bir shaqi bermaysiz. Ayni vaqt xarida qanday ochgan bo'lsa shu payt kelisharsiz, ichib qolsangiz bo'ldi. Bo'lmasa yana bozor ko'rib baqsangiz bo'lardi. Bozorning qadini yemek-ichmak qilib qadimlar qolsanglar, ma dükkanning o'rnini bo'sh qo'ymaysizlar. Aloqalashib nomer 178 99 25 71 11 178 99 25 71 11 mush telefon nomeri sürekli saqlab qo'yib keyin telefon orqali ko'pchilik bu shakilda naq maydonni ko'zalni ko'rib baqala, bozorning muhitini ko'rib baqala, xayr xo'sh.